So'nggi vaqtlarda Allohning marhamati, fazl va karami bilan umraga borish osonlashib qolgani uchun butun dunyodan, xususan diyorimizdan minglab yurtdoshlarimiz Haramaynga borib, ziyorat va umra ibodatlarini ado etish baxtiga muyassar bo'lmoqdalar. Buning uchun mehribon Robbimiz Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Lekin umrada yoki undan qaytgach ayrim birodarlarimiz va opa-singillarimiz juda g'alati, riyoga yo'g'rilgan yangi ishlarni o'ylab topayotganlar achinarli. Ba'zilar do'stlarining Instagram profillarini Ka'ba qarshisida birma-bir suratga olib chiqsalar, boshqalar yana qandaydir ishlar bilan chalg'ib o'zi shundoq ham sanoqli bo'lgan onlarini behuda ishlarga sarflab qo'yyaptilar. Hatto umraga borgandan keyin qaytib kelayotganda ham hali unga sovg'a berishim kerak, hali bunga hadya berishim kerak deb bor yo'g'i 10-12 kunga ziyoratga borgan ziyoratchi yarim kunini bozorda o'tkazyapti. Allohning baytida ibodat qilishdan ko'ra bu yoqdagi odamlarni ko'nglini olishga vaqt sarflashi eng achinarlisidir. Madina-i Munawvarada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salom aytish baxti, Ka'ba-i muazzamada, maqomi Ibrohimda namoz o'qish baxtidan ham ko'ra boshqalarning ko'nglini olishga vaqt ajratilyapti. Haj yoki umra safardan qaytgan insonlar savobli va xayrli ishlarda ibrat, tejamkorlikda boshqalarga namuna bo'lish o'rniga kutib olishdan boshlangan xarajatlar va isrofgarchiliklar bilan hammani hayratga solyapti. Qimmatbaho avtoulovlarda kutib olish, mahallaning boshidan uzun poyandozlar to'shash, katta pul sarf qilib marosimlarni to'ylarga, ba'zan esa Alloh bizni kechirsin, shoularga aylantirib yuborish holatlari ko'paymoqda. Umra ziyoratidan kelganlar to 1 kilometr uzoqlikdan oyoqlari ostiga gilamlar solganining guvohi bo'lyapmiz. Bu narsa achinarli emasmi? Bu isrof emasmi? Muhim nuqta shuki, biz ma'lum bir shaxslarni ayblayotganimiz yo ma'lum bir kishilar haqida ham gapirayotganimiz yo'q. Kishilarning qalbida nima yashiringan, ularning niyati nima ekanini ham bilishni da'vo qilmayapmiz. Videolarda aks etgan kadrlarning gapimizga aloqasi ham yo'q. Biz avvalo o'zimizga, qolaversa jami mo'min birodarlarimizga eslatma o'laroq o'ta muhim mavzulardan biri kichik shirk bo'lmish riyo haqida suhbatlashmoqchimiz. Lekin odamlar ko'rish uchun bir ishni qilish, undan Allohning roziligi emas, balki bandalarning ko'rishi nazarda tutilgan bo'ladi. Musulmon kishi har bir ishini qilishda Alloh taoloning roziligini qasd qilishi lozim. Agarda kishi bir amalga odamlar meni ko'rib qo'ysin degan qasd bilan kirishsa, shu amali bekorga ketib, ustiga-ustak gunohkor ham bo'ladi. Imom Zahabiy Al-Kaboir nomli kitobida riyokorlar qiyomat kunida 4 ta nom bilan chaqiriladi. Ey riyokor, ey xiyonatkor, ey fojir, ey ziyonkor. Kim uchun amal qilgan bo'lsang, o'shandan ajr mukofotingni ol. Bizning huzurimizda sen uchun ajr yo'q deyiladi deb bayon etilgan. Boshqalar eshitib qo'ysin deyish bu suma. Har ikkisi ham katta gunoh bo'lib, qilingan o'sha amalning savobini yuvib tashlaydi. Qiyomat qoyim bo'lganda riyo uchun qilingan amalga hech qanday savob berilmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlardan qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi kichik shirk dedilar. Sahobalar ey Allohning rasuli, kichik shirk nima deyishdi? Zot, kichik shirk riyodir. Insonlar amallariga yarasha jazo yoki mukofot oladigan kunda Alloh taolo riyokorlarga dunyoda kimlar uchun riyo qilgan bo'lsangiz, o'shalarga boringlar. Qaranglarchi, ularning huzurida biron mukofot toparmakansizlar dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Alloh taolo Niso surasida albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lurlar. Holbuki Alloh ularni aldovchidir. Agar namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga tururlar va Allohni kamdan kam zikr qilurlar degan. Alloh taolo Ma'un surasida bir namozxonlarga vayl bo'lsinki, ular namozlarini unutuvchilardir. Undoq kishilar riyo qiladiganlardir degan. Namoz o'qisa-yu, namozning haqiqatini unutsa, yomonlik, ig'vo, bo'xton, yolg'onchilik, buzg'unchilik va boshqa razolatlardan qaytmasa, unday kishi riyokor, munofiq bo'ladi. Odamlarning ko'zini bo'yash, ular huzurida obro' topish, o'zini dindor qilib ko'rsatish uchun namoz o'qigan bo'ladi. Alloh taolo Kahf surasida bas kim Robbiga ro'baro kelishni umid qilsa, yaxshi amal qilsin va Robbi ibodatiga birontani sherik qilmasin degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taboraka va taala men shirikka eng behojat zotman.
Kim bir amal qilsa-yu, unda men bilan mendan boshqani sherik etsa, uni ham sherik qilishini ham tark eturman dedi. Muslim rivoyat qilgan. Bu yerda amalda riyokorlik qilish shirkka tenglashtirilmoqda. Shuning o'zidan riyokorlik qanchalar yomon narsa ekanini bilib olsa bo'ladi. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolodan jubbul hazandan saqlanishni so'ranglar dedilar. Ey Allohning rasuli, jubbul hazan nimadir deyishdi. Jubbul hazan jahannamdagi bir vodiy bo'lib, undan jahannam qo'rqchilari ham har kuni 100 marta panoh so'raydilar dedilar. Ey Allohning rasuli, unga kimlar kiradilar deyishdi. Amallari ila riyo qiluvchi qorilar dedilar. Qur'onni Alloh uchun emas, odamlar maqtovi uchun, falonchi yaxshi qori, Qur'onni yaxshi o'qiydi, undoq qiladi, bundoq qiladi deyishlar uchun o'qiydigan qorilar. Qarang, Allohning kalomini o'qish ham niyat va ixlos bilan bo'lmasa, riyokorlik uchun bo'lsa, qanchalik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin ekan. Riyo shunday narsaki, unga mubtalo bo'lgan odam riyo qilayotganini bila olmaydi. U o'zini eng xolis va muxlis odam deb o'ylaydi. Riyo bamisoli bir virus. Uning eng oz miqdori ham qalbga kirib qolsa, ko'payib ketish xususiyatiga ega. Ba'zida riyo amalning aslida, ba'zan vasfida paydo bo'ladi. Amalingiz aslida xolis Alloh uchun qilinayotgan bo'lsa ham, uning vasfiga riyo aralashtirib qo'yishingiz mumkin. Ishoning, riyoni faqat o'zini riyokor deb o'ylagan odamgina ko'ra oladi. Faqat shunday odamgina amallarni taftish qila oladi. To nafsingizni ayblamas ekan, siz undagi ayblarni ko'ra olmaysiz. Qachonki turli vaj korsonlar bilan o'zini oqlasa, bilingki, u odam ixlosdan uzoqlashib qolgan. Alloh ofiyat bersin. Demak, bugun onamizga yoki otamizga xizmat qilyapman deb uni riyo qilsak, xo'ja ko'rsinga qilayotgan bo'lsak, qiyomatda bu amallarimizga aslo savob olmaymiz. Shuning uchun ham bunday holatlardan saqlanishga va albatta qilayotgan amalimizni xolis Alloh uchun qilishga harakat qilmoqimiz kerak. Bugungi kunda ba'zilar umra yoki haj qilishga kelar ekanlar, o'zlarini xuddi biror bir oddiy sayohat yoki dam olishga kelgandek tutadilar. Makkaga borib, Ka'ba atrofida shunchaki aylanib, tog'lar orasida yurishning o'zi bilan umra yoki hajdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi deb o'ylash xatodir. Toki amallar xolis Alloh uchun bo'lmas ekan, toki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmalaridek bo'lmas ekan, umra to'g'ri ado qilingan bo'lmaydi. Ibodat to'g'ri ado qilingan bo'lmaydi. Misol uchun namozni olaylik. Alloh taolo bu borada albatta namoz fahsh va munkar ishdan qaytarur deya marhamat qiladi. Oramizda namoz o'qiganidan so'ng iymoni ziyodalashganini, fahsh va munkar ishlarga nisbatan qalbida nafrat uyg'onganini his qiladiganlarimiz qancha? Bundaylarimiz oz. Alhamdulillah, albatta namozi uning iymon nurini yanada ziyodalashtiradigan, ixlosini orttiradigan hamda Allohning oldida hayosini mustahkamlaydiganlari ham bor. Natijada ular fahsh va munkar ishlarni to'xtatishadi. Afsuski, ko'pchilikda bunday sodir bo'lishi mahol. Shunday ekan, umraga borganda ibodatlarni xolis Alloh uchun, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalariga muvofiq ravishda ado qilishimiz, birovga ozor berishdan saqlanishimiz, muhtoj birodarlarga yordam berishimiz lozim.